Assalomu alaykum darvoza ekasizlar, akalar. Aeroport Pulkovo 2-etaj. Sizlarga bitta live hakim bor. Bez bagaj, пересадкаga yoki garantiya kreditda qiladigan akalarimiz agar taksilar bu yerga 2-etajga tushirsa sizlarda, mana bu yerda ikkinchi выход. Chunki birinchi выходdan mana bu yoqda birinchi выходda u yerda militsiyalar proverka qilyapti. Mana bu ikkinchi выходdan kirib ketasizlar. Kirgandan keyin men sizlarga ko'rsataman. Akalar, kirgandan keyin прямо to'g'rida punkt dosмотр без bagaj bor. Ana o'sha joydan o'tsalaringiz militsiya deyarli bu yerda umuman bo'lmaydi. Akalar, lifehack o'zlaringizga saqlanib qo'yingizlar. Ya'ni bu aeroport Pulkovo, chunki hozir militsiya ko'paygan aeroport Pulkovoda безопасность uchun bu sizlarga to'g'ri ma'lumot bo'ladi. Elrolan Savay kasasi bilan birga bo'ling. Bel haqarit bo'lsa, arzon, chiroyli va kelishtirib yozib beramiz akalar. Biz sizlar xizmatlaringizni Elrolan Savay kasasi bilan birga bo'lamiz. Mana bu yer, mana shu punkt, dosмотр без bagaj, mana shu.